学们来到新疆共青团网上双语夜校，教你学汉语，情景绘画，即学即用。我是你们的老师 Segila Asghar。今天我们要学习的是第二单元的第二部分。Bugün bizdeki öğrendiğimiz ikinci kısımdaki ikinci bölümü, yani tekstniye 是课文和我们的目标。那么一样的，在上课之前呢，我们首先把上一节课也就是上一个内容里面我们学的这个目标复习一下，过一下Yani aldığın qatam biz öğrengen mushu nişanni, yani bir qatam tekrar qilsak, aldığınqı dərsdə biz xizmat, yani qarish tarafninki mushu xizmatining nima ekanligini so'rashni öğrendik shundaqo. Unda bo'lsa, yana bir o'tkazsak, shu va 工作 xizmatni so'rash. Jami tekstning ichidagini qo'shgan chaqda 5 xil degan tuqqu. 你的职业是什么？你的职业是什么？我的职业是警察。我的职业是警察。İkincisi, 你是做什么工作的？你是做什么工作的？我是老师。我是老师。你在哪儿工作？你在哪儿工作？我在银行工作。我在银行工作。你的工作是什么？你的工作是什么？我是医生。我是医生。他做什么工作？他做什么工作？他是一名出租车司机。他是一名出租车司机。好，那么这个呢，是我们上一节课的内容。那现在呢，我们把这个第二部分的生词再过一下。家、家、几、几、口、口、都、都、爸爸、爸爸、妈妈、妈妈、哥哥、哥哥、姐姐、姐姐、和、和、兄弟、兄弟、姐妹、姐妹、独生女、独生女、父母、父母、农民、农民、爷爷、爷爷、奶奶、奶奶、外公、外公、外婆、外婆、弟弟、弟弟。好，那么生词复习完了. Sözlükni tekrar qilib bo'ldik. Endi bugungi yangi darsga, ya'ni ikkinchi bo'limninki shu tekstga qarab baqsaq. O'xshash tekstni o'rganishdan burun avval 我们呢先看一下我们的模拟场景。好，你家有几口人？我家有5口人。都有什么人？爸爸妈妈、哥哥、姐姐和我。你有没有兄弟姐妹？我没有兄弟姐妹，我是独生女。你父母是做什么工作的？我爸爸是医生，妈妈是老师。你们家呢？我爸爸妈妈是农民，哥哥是警察，姐姐不工作。好，同学们，刚才我们把模拟场景已经看完了，那么下面就跟着老师一起看一下我们的课文。Баян biz filmni ko'rib bo'ldik. Endi biz mushu filmga munosabatli bo'lgan mushu mazmunni, ya'ni tekstni bir o'rganib olsak. Unda bo'lsa, kitobga qaraylik. Bu yerda Wang Li bilan Ali mushkisi nimani so'radi deymiz? Mushu oiladagi ahvollarni, shunaqo, masalan, qancha odamlar bor qatorliq. 那我们一起来看一下。王丽，你家有几口人？
你家有几口人? Sizlarning uyda qancha nopus bor? Buni biz so'zlikni o'rgatgan vaqtimizda deb bo'lgandik. Nima, bu yerda 你们家有几个人 desak bo'lmaydi. Shunaqo, 几个人 desak uydagi nimani? Odamning sonini so'ragan bo'lamiz. U mayli qo'shnimiz bo'lsin, ishqilib uyda odamlar bo'lsa, u hammasi 几个人ning ichiga kirib ketadi. Lekin 你家有几口人 degan vaqtimizda bu sizning uyingizningki nopusini so'ragan bo'lib mangdi-a. Nima olimningki javobi 我家有5口人. 我家有5口人. 5口人 deganimiz qanday desakchi 5 nopus. Bularning uyda 5 odam ekan. Nima u kim-kimlar degan vaqtida 都有什么人? 都有什么人? Yani ingliz tilida ba'zi vaqtda udullam 都有谁? 都有谁? deb so'raymiz. Nima 这5个人是谁呢? 爸爸、妈妈、哥哥、姐姐和我。好，这5口人是吧？那么阿里木又问王丽，王丽的说rabdu，你有没有兄弟姐妹？你有没有兄弟姐妹？ Sizningki ota-singil aka-ukalarıngiz bormi? 那么王丽她的回答是 javobi 我没有，没有 deganimiz yo'q degan gap. 我没有兄弟姐妹，我是独生女，我是独生女。Man yalğız kız。你的父母做什么？你的父母是做什么工作的？哎，这是 hizmetini so'rash buni oldida o'rgandik shunday-ku. 你的父母是做什么工作的？好，王丽她说，我爸爸是医生。我爸爸是医生，妈妈是老师。医生deganimiz doktor， 老师deganimiz muallima。那么你们家呢？ Sizlarning uychu, sizlarning uydagilarchu? 我爸爸妈妈是农民，哥哥是警察，姐姐不工作。那么这是什么呀？ Apam dadam农民deganimiz dehqon junago. Apam dadam dehqon, akam saqchi, yana bir hadisi ishlamaydi ekan. 姐姐不工作。好，那么miyada Adamning xizmati yo'q bo'lsa, 姐姐没工作。Adam xizmat qilmaydi bo'lsa, 姐姐不工作。那么masalan men bir oila ayoli bo'lgan bo'lsam,家庭妇女 desak bo'ladi. 我是一个家庭妇女。那么 bu vaqtida 我可以说我没工作bo'lsa, mening xizmat qilg'im bor, lekin xizmatim yo'qni ko'rsatadi. 我不工作bo'lsa, 那就是 xizmat qilmayman, men shu uyimning o'disidan chiqaman degandek ma'noni bildirdi. 好，那么这个地方有没有问题呀？没问题的话，跟老师一起把这个课文读一遍好吗？ Manga ergishib, tang o'qib, shu talaffuzingizga diqqat qilsangiz. 你家有几口人？你家有几口人？我家有5口人。都有什么人？爸爸妈妈哥哥姐姐和我。你有没有兄弟姐妹？我没有兄弟姐妹，我是独生女。你父母是做什么工作的？我爸爸是医生，妈妈是老师。你们家呢？我爸爸妈妈是农民，哥哥是警察，姐姐不工作。好，那这个呢是我们这个第2单元第2部分的课文。Bu tekst. Endi bu tekstni o'rganib, mushu tekstdagi nishonimiz nima? 那我们来看一下我们的目标大本营。Endi navbatda biz mushu nishon qismiga bir qarab o'tsak. Nishondan bundan qarasak qanchasi bor ekan? Ikkisi shunaqa. Birisi 询问家庭成员, ya'ni oiladagilarningki mushu oiladagi a'zolarni so'rash. Aile a'zolarini so'rash. Ikkinchisi 家庭成员示意图 debdi. Ya'ni oila a'zolariningki nimasi mushu ismlari ko'rsatmasi. Ya'ni ko'rsatmasi. Ha, unda bo'lsa
biz mushu birinchisidan bir takror qilib baqsaq, birinchisi询问家庭成员，你家有几口人？那么oilanglarda qancha nupus bor degani你家有几口人？我家有4口人。好，那么sizlarning uyda kim-kimlar bor desak，你家都有什么人？你家都有什么人？有爸爸妈妈、姐姐和我。有爸爸妈妈、姐姐和我。Andan keyin ostidagi uchinchisi你家几口人？ Bu qisqartirilgan holati ustida你家有几口人deb to'liq so'rag'an vaqtimizda bundoq chiqadi. Hamda buni tez oddiy qilamiz desak, 你家几口人 deb so'rasak bo'ladi. 你家几口人？3口。3口。Udullama bu bergan javobi. Eng oxirgisi boshqalarning uydagilarini so'rasak, 王丽家有几口人？王丽能uyda qancha nupus bor ekan？他家有3口人，爸爸妈妈和他。ularning uyda 3 nupus bor, dadisi, opasi, ya'ni o'zi. 好，unda bo'lsa yana bir kelsak，你家有几口人？我家有4口人。你家有几口人？我家有4口人。你家有几口人？我家有4口人。你家都有什么人？有爸爸妈妈、姐姐和我。你家都有什么人？有爸爸妈妈、姐姐和我。你家都有什么人？爸爸妈妈、姐姐和我。你家几口人？3口。你家几口人？3口。你家几口人？3口。Oxirgisi，王丽家有几口人？他家有3口人，爸爸妈妈和他。王丽家有几口人？他家有3口人，爸爸妈妈和他。好，那么这个是我们今天要学的第一个询问家庭成员。那么我们来看一下我们的第2个目标，家庭成员 oil a'zolari。那么这个就是在告诉我们，这个家庭成员你都应该怎么去称呼。那么buningda shumushu oila a'zolarini qandoq chaqirish ekanligini o'rgatadi. Xo'p, unda bo'lsa bu rasmga qarab baqsaq, ustida cho'ng apash cho'ng dadashdan jami 4 turadi. Shunaqo, uning ostida andan keyin bir yoshroq bo'lgan bir qiz, bir ayol, andan keyin bir er, uning eng ostida 3 ta kichik bola. Xo'p, bularga qarab baqsaq, eng ustida 外公、外婆，uning yini 爷爷、奶奶。外公、外婆ninki ostidagisi ayolmikan, ermikan? Ayol, shunaqo. 那就是说 opamizninki opasi dadasini 外婆 deymiz, dadasini 外公 deymiz. 外公degan opamizning nimasi? Dadasi. 外婆deganimiz kim o? Opamizning opasi. Odatda biz cho'ng apa ya bo'lmasa muma buva deb chaqiraveramiz-ku. Nima? 妈妈的妈妈叫外婆，妈妈的爸爸叫外公。会了吗？那么 endi majitiga qarsak, 这个yoshroq bola 是谁呀？是爸爸。Shunaqa o'ttirdagisi baba. Unda bo'lsa dadamizninki dadasini 爷爷 deymiz. Dadamizninki opasini 奶奶。爸爸的爸爸叫爷爷，爸爸的爸爸叫爷爷，爸爸的妈妈叫奶奶，爸爸的妈妈叫奶奶。
好，这是这个。那 아빠ımız, dadımızны baba, 아빠ımızны mama deymiz. Ha, onundan başka aslında birincisi wo depti özünü wo. Nama onun yanına bir küçük fukaşını sızaptı. O kimken? Didi. Fukasını didi. Didi. Fukaşını didi deymiz. Nama onundan çoğunraksı姐姐. Hadisi bolsa 姐姐. 姐姐. Ha, endi mındaq desek ya. Aval dadı taraftan kelsek baba. Çünkü dadımız baba. Dadamның dadısı yeye. Yeye. Dadamның apısı nay. Nay. Nama? Dadamnınki aksi. Yoki bo'lmasa dadamnınki mushu fiksi. Bularni nim deb chaqiramiz desek ya. Dadamnınki aksini tabay deb chaqirsak bo'ladi. Tabay. Bay deb odatda tabay. Ama dadamның fıksini şuşu deymiz ya, şuşu. Dadamның aksi tabay, dadamның fıksı bolsa şuşu bulap mağdu. Nama anandan keyin dadamnınki mushu hadisi yoki bo'lmasa singlisi bo'lib qolsa hammasi gugu bulap mağdu. Gugu. Tushundiq va? Endi apı tarafninkiga qarab baqsaq, apamninki apsini Waipo. Apamninki dadısı nima? Waigong. Na apamninki acha yoki singillari yiyi bo'lib maqdu. Yiyi. Nama apamninki mushu aksi yoki fıksi bolsa Ciu bo'lib maqdu. Endi mushu o'zimizninki mushu akimiz bolsa gıgı. Na achimiz bolsa姐姐. Fıkımız bolsa didi. Singlimiz bolsa mey deb ataymiz. Ha bu yerda masalan shu soni deymiz ku, masalan ba'zi vaqtida bir tal aksi, ikki tal aksi, ya 4, 5, 6, 7 tal aksi bo'ldigan ahvol bor. Buningda bu hammasini gıgı desam bu qanchinchi aka ekanligimni qandaq bildirma desak, cho'ng aka deganni dagı oldiga tani qo'shimiz. Nima o'xshash? Masalan shu Juju bo'lgan bo'lsa, eng cho'ng tag'isi bo'lsa shu vaqtida dajiu. Anandan keyin eng cho'ng shu iliqi gugusi bo'lsa ne shu dagu, dayi deb chaqiramiz. Oldiga tani qo'shimiz. Eng kichik bo'lib qolsa xiaoni qo'shimiz. Akam bo'lsa xiaoge, andan keyin xiaomei, andan keyin yana masalanga xiaojiu, xiaogu, xiaoyi deb mundaq chaqiramiz. Nama agarda o'ttirdikilar bo'lib qolsa, ikkinchi bo'lsa ar deymiz, uchinchi bo'lsa san, to'rtinchi bo'lsa si. Masalan, arge, sange, sige deb. Anki arjie, dajie, arjie, sanje deb deymiz. 1, 2, 3 oldiga mushu sonni ekilimiz. Birinchi akam, ikkinchi akam, uchinchi akam degandek. Ha, unda bo'lsa bugungi mazmunni tushundikmi saboqdoshlar? Jami qancha narsa o'rgandik deymiz. Ikki nishona. Birinchisi qarshi tarafninki oila a'zolarini so'rash. Qanday deymiz? Nopusni so'rasak ni jiao ji kou ren deb so'raymiz. Nima agarda ularning kim ekanligini bilmoqchi bo'lsak, ni jia dou you shenme ren desak bo'ladi. Undan ikkinchi nishonimiz shu oiladagi butun odamlarni qanday atashda. 爷爷奶奶、姑姑姐姐，什么哥哥弟弟妹妹、婶婶 deganda hammasi bor. Hop, unda bo'lsa bugungi mazmunni tushundikmi? 那好，那今天我们的课就先上到这里。如果有什么疑问呢？那希望同学们能够再把这个视频看一遍，或者说到时候也可以联系我们啊。好，unda bo'lsa bugungi darsimiz shulargacha bo'lsin. Savoqdoshlar
خیلی خوش